G'irivimi Kariz xolam, Kariz pochcham va Kariz qaynonam bilan birga o'tirishgan. Ishqilib tinchlik bo'lsin. Ko'pchilik aytadi, "Ellarni namuncha make-up qilishni bilmaysiz, qiz bolasiz-ku axir" deyshadi. Oxiri Muazzam opani Instagramdagi tekin makiyaj qiladigan kurslarini o'g'irlab makiyaj qiladigan bo'lib qoldim. Hozir ko'rasizlar rezultatini. O'zi makiyajni pulga o'rgatish kerak emasmi? Bunaqa tekin makiyaj qilishni o'rgatadigan vizajistni birinchi marta ko'rishim. Aynan men bor ekanlar. Aynan men va Kariz qaynonam bor. Qarachi yuzimni namlantirib oldim, ustiga tonalka yokida kushon surtab chiqamiz. Kariz xolamni bizda qaynonam bilan gapi bor ekan, shuning uchun bugun birga ovqatlanishga qaror qildik. Soat 9larda Kariz pochcham ham qo'shiladi. Shuning uchun biz birinchi Kariz xolam bilan yaxshilab gaplashib olgunimizcha, keyin Kariz pochchamiz ham bizga qo'shilsa kerak. Shuning uchun o'tirishga chiroyli bo'lib bormoqchiman, chunki Kariz xolam ko'rsin, "Voy, chiroyli kelinimiz bor ekan" deb. Men har doim yuzimga bitta shu kushonni surtardim. Atakman ko'zimni tagidagi qoralarni ham yopish kerak ekan. Wow! Rostdan ham yopar ekan. Agar siz ham menga o'xshab make-up qilishni bilmaysiz, lekin make-up qilishni yaxshi ko'rsangiz, Muazzam opani profiliga kirib, bemalol tekin darsliklarni ko'rib, make-up qilishni o'rganishingiz mumkin. Qo'shga surtadigan bir bolalar bor ekan, men bilmagandim. Muazzam opani videolarini ko'rgandan keyin men ham ko'chaga chiqib topib keldim. Bilasizlarmi, har doim kiprigimga tush surtib olganimda Kariz xolam aytadilar, "Voy, kipriging uzun ekan" deb. Wow, rostdan ham ancha farqi bo'lar ekan pudra surtgan bilan va pudra surtmaganni. Va Koreyada karizlar ko'zini chekkasiga shunaqa yaltiratadigan narsa qo'yishadi. Juda ham yaxshi ko'raman men. Nima deb o'ylaysizlar, bu safargi makiyajim ancha boshqacha chiqdimi yo yo'qmi, kommentariyaga yozib qoldiring. Aksida kimda kim makiyaj qilishni bilmasa va makiyaj qilishni o'rganmoqchi bo'lsa, Muazzam vizajistni profillariga kirsangiz, tekindan tekin makiyaj qiladigan darsliklarini bemalol ko'rib o'rganishingiz mumkin.